Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Mr. Abdullayev. Bugungi mavzumiz 17-unit. Bugun sizlar bilan ushbu unitni yangi so'zlarni ko'rib, tarjimalari bilan tanishib va pastdagi gaplarini birgalikda o'qib tarjima qilib chiqamiz. Xo'p, birinchi so'zimiz appreciate. Appreciate degani bu qadrlamoq ma'nosini tushunmoq. I can appreciate the lovely scenery. Men go'zal manzarani qadrlay olaman deyapti. Ma'nosini tushuna olaman, qadrlay olaman. I can appreciate the lovely scenery. Available. Available bu mavjud, bor, bo'sh degan ma'nolarni bildirib, there were many seats available in the room. Xonada juda ham ko'plab demak stullar bo'sh edi, ya'ni joylar. Endi stul desak bo'lmaydi, bu yerda joylar bo'sh edi degan ma'noni bildiryapti. Beat yengmoq, yengib chiqmoq degan ma'noni bildiradi. I managed to beat everyone in the race. Men musobaqada har bitta odamni, ya'ni hammani demak mag'lub qilishni uddaladim. Demak yengishga muvaffaq bo'ldim. Manage degani uddalamoq, biror narsa qila olmoq. Bright yorqin. The bright light from the explosion hurt my eyes. Portlashdan demak hosil bo'lgan yorqin yorug'lik meni ko'zlarimni og'ritdi, jarohatladi desak bo'ladi, og'ritdi, shunaqa. Celebrate. Celebrate degani nishonlamoq. We all celebrated when we heard the great news. Biz yaxshi yangilikni eshitganimizda buni nishonladik. Determine. Determine degani tanlamoq, qaror qabul qilmoq. Xo'p, he tried to determine which one to eat first. U qaysi birini birinchi yeyish uchun qaror qabul qilishga harakat qilib ko'rdi. Ya'ni he tried to determine which one to eat first. Demak, u mana ikkita narsadan qaysi birini birinchi yeyishini tanlashi uchun harakat qilib ko'rdi. Disappear. Disappear degani bu yerda ko'rinmay ketmoq, yo'qolib ketmoq, nari ketmoq degan ma'nolarni bildiradi. The top of the building is disappearing in the clouds. Demak, mana bu binoni tomi, tepasi, eng tepa qismi, the top, tepa qismi disappearing in the clouds. Bulutlar orasida yo'qolib ketyapti, ko'rinmay ketyapti mana. The top of the building is disappearing in the clouds. Else degani boshqa, o'zga. I wanted a bike for my birthday, but I got something else. Men tug'ilgan kunim uchun bike, velosiped xohlagan edim. I wanted a bike for my birthday. Lekin but I got something else. Men boshqa narsani oldim. Something bir narsa, else boshqa bir narsani oldim. Demak, tug'ilgan kuniga boshqa narsa olibdi bu. Fair, xolis, adolatli, halol. Endi fair, hozir bu yerda gap tarjimasi. He sold me his car for a fair price. U menga deyapti mashinasini yaxshi narxga sotdi, xolis narxga, adolatli, halol. Ya'ni mashinani qimmat ham sotmadi, arzon ham sotmadi, yaxshi narxga sotdi. Flow, oqmoq. The water flowed over the rocks and into the lake. The water flowed over the rocks and into the lake degani bu yerda suv deyapti. Mana bu toshlarni ustidan oqib nimaga quyildi? Lake. Ko'lga quyildi. Demak, suv ko'lga toshlar ustidan oqib o'tib quyildi. Endi quyildi deb yo'q, endi bu yerda oqib o'tdi. Keyingi so'zimiz forward. Oldinga. When he saw his mother, the baby crawled forward to her. Qachonki u onasini ko'rganida the baby crawled. Crawl bu yerda crawled. Emaklamoq degani. To'rtta, ikkita qo'li, ikkita
oyog'i bilan emaklab bordi. Demak, u onasini ko'rganda chaqaloq o'sha kichkina bola deyapti. U tomonga forward nafaqat oldinga o'sha u tomonga o'shini onasini oldiga, demak onasini oldiga desak chiroyli chiqar ekan, onasini oldiga nima qildi? Emakladi. Hill, tepalik, balandlik. The sun was rising above the green hills. Demak, quyosh deyapti. Yashil tepaliklarning ustidan ko'tarilayotganda, quyosh masalan ertalabda tong otadi-yu, o'sha tong otganda quyosh tepaga ko'tariladi, o'sha rise bilan beriladi. The quyosh chiqishi. The sun was rising above the green hills. Yashil tepaliklar uzra above. Quyosh ko'tarilayotgan edi, quyosh chiqayotgan edi. Level, daraja. Please check the level of the temperature. Temperature demak temperatura. Please check the level of the temperature. Temperaturani o'zbek tilida kelmayapti. Temperaturani darajasini iltimos tekshirib qo'ying deyapti. Check, tekshirmoq. Lone, yolg'iz. A lone man walked along the street. Yolg'iz kishi, along degani bo'ylab degani. Ko'cha bo'ylab yurdi. Puddle, ko'lmak. When the ice melted, it formed a puddle. A puddle. Demak, qachonki muz eriganida u ko'lmakni hosil qildi. Form betda hosil qilmoq degan ma'noni bildiradi. Response. Response javob. He asked if I was sad. U mendan bu yerda if mi yoki yo'q ma'nosini bildiryapti. U mendan xafamidim yoki yo'qmi shuni so'radi. Ya'ni xafa bo'ldim, bo'lmadimmi shuni so'radi. My response was no. Meni javobim esa yo'q. Season, fasl, mavsum. Fall bu yerda yiqilmoq degan ma'noni bildiradi o'zi. Bu yerda emas, o'zi aslida, lekin undan tashqari kuz degan ma'nosini ham bildiradi. Fall is a warm season, while winter is very cold. Kuz iliq fasl. Bu paytda qish esa juda ham sovuq. Solution degani bu yerda yechim, javob. There are many problems. Juda ham ko'plab muammolar bor. We need solutions. Bizga yechimlar kerak. Waste, behuda sovurmoq, sarflamoq. Turn off the water so you don't waste it. So degani uchun bu yerda. Sen deyapti, suvni isrof qilmasliging uchun, shu behuda sarflamasliging uchun uni o'chirib qo'y deb buyruq beryapti. Weather, tepada aytgandim-ku, if mi yoki yo'q degan narsa deb, o'sha if o'rniga weather ishlasa ham bo'ladi. Demak, I couldn't decide whether to go left or right. Men deyapti, chapga yoki o'ngga ketsammi, ketmasammi, o'shanga qaror qabul qila olmadim. Ya'ni chapga ketsammi yoki o'ngga ketsammi, shuni qarorini qabul qila olmadim deyapti. Endi esa navbat reading tekstimizga. The race for water, ya'ni suv uchun kurash. Kurashmi? Suv uchun musobaqa, poyga. There was a town next to a river. Demak, daryoni yonida shahar bor edi. The people there had a lot of water. Odamlar, u yerdagi odamlarda deyapti, juda ham ko'p suvi bor edi. But they wasted it. Lekin ular uni nima qilishdi? Isrof qilishdi. That made the sky angry. Bu esa demak osmonni jahrini chiqardi. It said, aytdiki, if you waste water, I will take it away from you. Agar siz suvni isrof qilsangiz, men sizdan uni olib qo'yaman. But the people didn't listen. Lekin odamlar bunga quloq solishmadi. When the season changed from spring to summer, demak, the clouds disappeared.
qachonki fasl bahordan yozga o'zgarganida the clouds disappeared. Bulutlar yo'qoldi. The bright sun was hot and made the river dry. Yorqin quyosh juda ham issiq edi va u deyapti. River daryoni deyapti. Dry beti quruq degani, mana bu yerda make degan so'zni o'tgan zamoni kelgan. Make dan keyin something qo'yib turib, yoniga mana fe'l qo'ysangiz, o'sha narsani nimadir qilmoq degani. Ya'ni quyosh issiq, quyosh nima, yorqin quyosh juda ham issiq edi va nimani, daryoni nima qildi? Quritdi. There was no water available. Hech qanaqangi suv mavjud suv yo'q edi. Suv beti hozir suv bor emas edi. Emas, suv yo'q edi deb tarjima qilib turasiz. Suv yo'q edi. Suv qolmagan edi. People asked when will the rain fall? Odamlar so'radi, qachon yomg'ir yog'adi? The sky's response was, you don't appreciate water, you waste it. And now I will never make rain again. Mana sky osmonni javobi deyapti. Siz suvni qadrlamaysiz. You waste it, uni siz behuda sarflaysiz. And now I will never make rain again. Men hech qachon endi yomg'irni qaytib nima qilmayman, yomg'ir yog'dirmayman deyapti. Xo'p, a boy determined that this wasn't fair. Bola bu adolatdan, endi bu yerda fair tepada adolatdan degan so'z bormidi, bilmadim. Adolatdan emas deb qaror qabul qildi. Shunaqa deb shu qarorga keldi. He thought of a solution. U bitta yechim o'yladi. He asked the sky to raise him. U osmondan o'zi bilan musobaqalash, o'sha poyga o'ynashni so'radi. He said, u aytdiki, if I get to the top of that hill before your rain can form puddles, you must fill our river. Hope if I get to the top of that hill before your rain can form puddles, ya'ni agar deyapti, if agar men anavi tepalikni cho'qqisiga, eng tepasiga seni yomg'iring ko'lmaklar hosil qilgunigacha chiqib olsam, you must fill our river. Sen bizni daryoyimizni to'ldirib berishing kerak. The sky laughed. Osmon kuldi. Little boy, I am the sky. I am above everything else. Voy kichkina bola, men osmonman deyapti. Men hamma narsadan balandman. Everything, liboy narsa degani. Anything emas, bu yerda everything, har bir narsadan, bu yerda endi else boshqa deb kelmaydi. Har bir boshqa narsadan balandman demaydi. Har bir narsa bo'lib bu yo'qolib ketadi tarjimasi. Har bir narsadan, liboy narsadan balandman deyapti. You cannot beat me, sen meni yenga olmaysan. But the boy knew he would win. Lekin bola bilgan edi, he would win, yutishini bilgan edi. Bu yerda reported speech ga o'xshagan narsa. Reported speech desa bo'ladi. Ya'ni the boy knew that he would win. U yuta olishini, endi bu yerda grammatika bor. Grammatikani o'rgangan bo'lishingiz kerak shu paytgacha. When the race began, qachonki poyga boshlanganida, the boy ran forward. Bola oldinga qarab yugurdi. The sky started raining on the hill. Demak, osmon o'sha tepalikning ustiga yomg'ir yog'ishni boshladi. Xo'p, yomg'ir yog'ishni boshladi, but puddles didn't form there. Lekin ko'lmaklar u yerda hosil bo'lmadi. When it rained on the hill, tepalikda yomg'ir yoqqanida, the water went down. Demak, suv pastga qarab tushib ketdi. Go down, pastga tushmoq. The sky kept raining. Keep verb ing degan narsa bor. Keep reading a book. Keep going. Keep trying degani harakat qilishda davom eting. O'qishda davom eting. Keep walking. Yurishda davom eting, to'xtamang. Demak, osmon yomg'ir yog'ishda davom etibdi. The water flowed down into the river.
demak daryoga oqib quyilibdi suv. When the boy reached the top of the hill, the river was full. Bola demak o'sha tepalikni cho'qqisiga ustiga yetganda, yetib borganda daryo to'ldir edi. The people began to celebrate. Odamlar nishonlashdi boshladi. It was the highest level the river had ever been at before. Bu deyapti daryo oldin bo'lgan eng baland, shu kungacha bo'lgan eng baland daraja edi bu. Ya'ni undan oldin bu darajagacha to'lmagan ekan. The sky was angry. Osmon jahli chiqdi. A boy can't beat me. Bola meni mag'lub qila olmaydi. I will not. I won't fill your river, it said. Demak, u nima debdi? Men sizni daryoyingizni to'ldirib bermayman. Now the boy laughed. Endi hozir bola kuldi. It doesn't matter whether you want to fill it or not. Sen deyapti, you want to fill it. Sen uni or not. Sen uni to'ldirishni xohlaysanmi yoki yo'qmi? Better whether bu whether adden emas, mana bu gapni ichiga yetib boramiz. Sen to'ldirishni xohlaysanmi yoki yo'qmi? It doesn't matter. Farqi yo'q. He said, shuna debdi. You already did. Sen allaqachon bu ishni qilding. The sky looked at the full river. Osmon to'ldir daryoga qaradi. You tricked me. Sen meni aldading. Trick. Shunaqa trick. Aldading-da. Sen meni aldading. It said. Dedi. It asked the people. U odamlardan so'radiki, do you appreciate water now? Endi suvda hozir qadri yetasizmi? Ular yes deb javob berishdi. We won't waste it. Biz uni endi nima qilmaymiz? Will not waste it. Sarflamaymiz. Behuda sarflamaymiz. That is how a lone boy saved his town and won the race for water. That is how. Mana shunday qilib yolg'iz bir bolakay o'zini shahrini saqlab qoldi va suv uchun bo'lgan musobaqada g'olib bo'ldi degan ma'noni bildiryapti. Demak, so'zlarni ko'rib chiqdik, reading o'qidik, mana tekstni tarjima qildik. Endi siz bu tekstni 5-6 marta qayta o'qib, mana yangi so'zlar yodlangandan keyin o'qib chiqsangiz, uje so'zlar esda qolib ketadi. Demak, sizlar bilan buguncha xayr, keyingi darsda ko'rishguncha